Бои основного карда профессиональной лиги Мангу. Это поединок. Бандовый дивизион. Весовая категория 61-200. Олдмаш Бар-200. Официальное представление бойцов. Первая Сиуга. Бойцу 29 лет. Его рост 1,70 м, вес 61 кг ровно. Он мастер спорта по кейвам, мастер спорта по ММА. Национальный регион. 11 боев, 8 побед. Представляет бойцовский клуб Агат Махачкала Дагестан. Ильхан Ибрам Халилов. Dog'iston Maxachqal'ada tavallud topganligini aytib o'tdi Bakirvechi Ilham Ibram Halilov. Hamidimizning yoshi 28 da, bo'yi 180 cm, vazni 61 kg. Он мастер спорта и чемпион Узбекистана по ММА. Профрекер, 10 jang, 8 g'alaba, представляющий файт-база O'zbekiston Xorazm. Surbek Ha do'stlar, Surbek Referee данного поединка Axel van Kemenade from Belgium, Belgia. Referee'ni otini eshitmay qoldim. Demak, birinchi raund boshlandi do'stlar. Birinchi raundga start berilmoqda. Bo'y borasida ustunlik hamyurtimiz tarafida. Dog'istonlik jangchilarning asosan bazasi kurash bo'lishini yaxshi bilasiz. Lekin bugun Shohrux aynan ushbu misolga teskari holatdagi jangchi tashrif buyurgan Dog'istondan, ya'ni Sharabullet. Sharabullet albatta. Faxriy mehmon Surbek Kattajonovda ham o'zi aslida kurash yomon emas. Yodingizda bo'lsa, Merab Dvalishvili bilan sparring jarayoni tarqab ketgan internetga. Merab Dvalishvilining yaxshigina uchirgandi. Faqat Merab, Aljamain Sterling bilan ham kurashgan. Aynan Merab Dubayda TKMM Fit zalida. Ehtiyot bo'lish kerak mana bunday zarbalardan. Ikkala jangchida ham asosiy ustunlik o'sha submissionlar orqali g'alabada ekan. Ibrohim Halilda ham demak 7 ta g'alabasi submission orqali, bittasi nokaut. U umuman janglarni hakamlar qarorigacha olib bormas ekan. Umuman mag'lubiyati ham g'alabasi ham muddatdan avval bo'ladi doim. Surbek Otajonovda esa bitta nokaut, 4 ta submission, 2 ta hakamlar qarori orqali g'alaba bor. Ammo mag'lubiyati hech qachon muddatdan avval bo'lmagan. Agar mag'lub bo'ladigan bo'lsa, faqatgina hakamlar qarori orqali mag'lub bo'ladi. Biroz xavfli zarba, lekin vaqtida qo'lini qo'ya oldi. Otajonov hali ham o'sha o'rganish ishlari olib borilmoqda, raqiblar ko'nikishmoqda bir-birlariga. Ajoyib zarba. Yaxshi kutib oldi. O'ng qo'lda to'g'ridan yo'llangan zarba bilan Otajonov Oktagon markazida jang davom etyapti. Hozircha ko'rdingizmi? O'ylabda mana bu yerda zarba ketma-ketlikka o'zi ham qabul qilib oldi Surbekni. 3 ta aniq zarbaga bitta tizza zarbasi ham o'tdi Otajonovning. Lekin mana asta-sekin oldinga boryapti, ta'qib qilyapti Ibrohim Halilov. Ibram Halilov kick zarbasi. Surbekning jang uslubi menga juda yoqadi. O'zi mana shunday ajoyib vaziyatlarda ham o'ziga qandaydir bir vaziyat yarata oladi. Uppercut zarbasi noaniq. Yaxshi. Oyoq harakatlari ham yaxshi rivojlangan Otajonovda. Footwork. Mana endi takedownga urinish bermadi. Ochiqchasiga kirishga harakat qilib ko'rdi. Biroz tayyorgarliksiz harakat qildi ushbu takedownni amalga oshirish uchun.
Elxan Ibrohimxalilov. Zarbalar almashinuvida Atajonov anchagina ustun ko'rinyapti. Aniq o'tkazyapti zarbalarini. Ha, bo'y borasidagi ustunlik, qo'lning uzunligi baribir foyda beryapti. Yana bir aylanma zarba, round kick. Yana bir qo'l zarbasi. Aniq. Mana endi oyog'ini berib qo'ydi, lekin bermayapti. Aksincha qarshi hujumda tuta olyapti Atajonov. O'zi Suhropni takedown qilish ham oson emas. Middle kick, front kick. Hujum jiddiy amalga oshirilyapti. Yana bir tuzda zarbasi. Ortga chekinmoqda Ibrohimxalilov. High kick. Qo'lini qo'ya oldi. Uppercut. Chap qo'l zarbasini o'tkazib boryapmiz. Juda chiroyli harakat qilyapti. O'ziga ishonch juda ham yuqori. Birinchi raqamli jangchi bo'lib ishlayapti Atajonov raund boshidan buyon. O'tkazib oldi Ibrohimxalilov ham. Oldiga qo'l, yon tomondan yo'llangan zarba. 10 soniya qolyapti. Va shu pallada birinchi raund o'z yakuniga yetdi. Atajonov ishonch bilan harakat qildi birinchi raundda va haqli tarzda raundni o'z hisobiga yozib qo'ydi deb bemalol ayta olamiz. 1 daqiqalik tanaffus. Ikkala jangchi ham kerakli xulosalarni chiqarishadi. Press konferensiyada men uchun eng kulgili holat Suhrob Atajonovning javobi bo'ldi. Ana savolni eslasangiz, agar raqibingizga sizni mag'lub qilish uchun bitta maslahat bera olsangiz, u qaysi bo'lardi desa, hech qanaqa maslahat bermayman. U o'zini bilganini bosaversin, men ham o'zim bilganimni bosaman. Bunaqa javob menimcha boshqa bo'lmadi. Qolganlar uni fikriga qo'shildi. Ha, qo'shilib ketishdi. Do'stlar, birorta o'zbekistonlik referi ishlamadi hali. Yo'q, kecha Jasur Alijonov o'zi aytgan, o'zbekistonlik referilar qo'yilmagan bu kartga umuman. Demak, ikkinchi raund boshlandi. Do'stlar, eslatib o'tamiz, o'ta yengil vazn toifasi 61,2 kg. Hamyurtimiz Suhrobbek Atajonov Dog'istonlik Elxan Ibrohimxalilovga qarshi jang qilmoqda. Birinchi raund ajoyib tarzda o'tdi. Hamyurtimiz ustunligida albatta. Aniq zarbalar soni ko'p bo'ldi. Rang-barang harakatlar. Asta-sekin, mana tuta oldi Ibrohimxalilov ham. Lekin u qadar kuchli emas zarbasi. Asosan tanaga seriyalarni ijro etyapti. Ko'ryapmiz. Asosan stoykadagi jangni ko'ryapmiz va qiziq bo'lyapti bu jang juda ham. Doston vakili albatta kurashga harakat qilyapti, lekin uddalay olmayapti. Jeb zarbasi yaxshi. O'tyapti ushbu zarba. Jeb o'tyapti Atajonovda. High kick. Yana oldin qo'l aniq. Yaxshi kutib oldi. Muvozanatdan chiqarib oldi do'stlar. Qanday zarbani o'tkazib oldi. Jang parterga ko'chyapti. Juda qiyin vaziyat Ibrohimxalilov. Loki ketma-ket seriyalar, zarbalar. Hali taslim bo'lgani yo'q Ibrohimxalilov. Mana bu esa juda og'ir zarba edi. Bu esa nuqta edi. Atajonov Suhrobbek chiroyli tarzda g'alaba qozonyapti do'stlar, muddatidan oldin. Qoyil. Va birgina vaziyat yaraldi va mana shu vaziyatdan unumli foydalanib ketyapti Suhrobbek Atajonov. Bu albatta professionallarga xos ish.
Ibrohim Halilov takroriy lavha. juda kuchli zarba o'tkazganidan so'ng ham taslim bo'lgisi kelmadi, lekin o'sha tizza zarbasi baribir uni Mana shu yerda mavzunatdan chiqqan ekan o'zi. mana e'tibor bering, taslim bo'lgisi kelmadi. Lekin Blaney uni taslim etdi. Nuqta qo'ydi jangga. Raqibga minnatdorchilik bildiryapti. Suropbek raqsak chalib qo'yapti albatta bunday matonatli jangchilarga arzishadi. Shu tariqa do'stlar, Suropbek Atajonov g'alabalar sonini 9 taga yetkazib oldi. Tashkilotchilardan biri Bekzod Umarov oktagonda va Atajonovning fikrlariga quloq tutamiz hozir. Suropbek Atajonov. Suropbekni tabriklaymiz. Ajoyib g'alaba bilan